61-200, 61-200. Первым на ринг в синий угол приглашается файтер, представляющий высшую школу бокса, Асадбек Эргаша. Demak, navbatdagi jang yengil vazn toifasida Asadbek Ergashev chiqib kelmoqda. Oliy boks maktabi tarbiyalanuvchisi, vakili. Qizil burchakka uning raqibi. В красный угол приглашается файтер, представляющий Академию Воды ММА, Зариф Султонов. Va uning raqibi Vodiy MMA boks maktabi vakili Zarifjon Sultonov, Farg'ona viloyatida. Supervisor kutilmoqda. Официальное представление боксеров. Первый боксер синий угол Kokburchak. Boksning yoshi 19da, bo'yi 170 сантиметр. Oxirgi 60 килограмм. Он кандидат в мастера спорта по боксу, представляющий высшую школу бокса Farg'ona, Asad Ergashev. Boyu 178 сантиметров, ваза 61 килограмм. Он кандидат в мастера спорта по боксу, представляющий Академию Воды ММА Farg'ona, Xanzat Zarif Sultonov. Boshlovchi ham endi o'zining ruhiyatida. Janglar tobora qizg'in davom etadi. Bo'y borasida farq yetarli darajada Zarifjon Sultonov balandroq. Jang boshlandi. Taktika ham shunga monand bo'ladi. Og'ib ketdi. Keskin zarba yo'lashga harakat qildi hozir. Chap qo'l cross. Mustahkam turdi. Chap qo'l asosiy zarba. Ammo bu faqatgina boshlanishi. Hozir qandaydir xulosa chiqarish erta. Boringa zarba yo'lashga muvaffaq bo'lyapti uning raqibi
Kuzatuv yo'q do'stlar, bir narsani. Kuzatuv yo'q, zarbalarga og'irlik yuklab Ergashev jangni boshlayapti. Mana shu himoyadan ham o'tyapti zarbalar. Chap qo'lda cross joyida qolib ketish mumkin emas. Chapaqay boksga qarshi kechadigan jangda. Shunday keskin boshlanyapti-da. Yana kirib boryapti. Yana bir chap qo'lda zarba. Qavatlarni ham o'zgartiryapti Ergashev. Kombinatsiya bir emas bir necha zarbalardan iborat va ish beryapti. Endi o'tishni boshladi zarbalar. Arena ham jonboshga kelyapti. Mana bu boks endi do'stlar. Mana bu jang. Ochiq jang kirishib ketdi. To'g'ridan yo'llangan zarbalar faollik so'ralyapti referi tomonidan, ammo jangni davom ettirish lozim mana shunday pallada. Yaxshi kombinatsiya, bir qancha zarbalarni o'tkazishga erishdi Asadbek Ergashev. imkon beryapti Sultonov raqibiga ishlashga yetib boryapti. Joyda yana qolib ketmoqda. Bir chiziqda va joyda qolib ketish anchagina xavfli. Umuman boksda farqi yo'q. Raqib chapaqay bo'ladimi? Asosiy zarbasi o'ng qo'lda yo'llaydimi? Tutib oladi. Doim o'ziga nisbatan chapga harakat qilish kerak. Bazdaysan chiqarib qo'yapti. Mana shunday vaziyatda jazolanyapti. Hozircha bilan yaxshi kutib oldi. Ikkinchi zarba masofaga yetib bormadi, ammo hujumni to'xtatmayapti. O'ng qo'l taraflama zarba. Mo'ljalga bormoqda. Klinch kichik. Yana bir cross, chap qo'l bu safar himoyaga tegyapti. Qo'lini ko'tarishga urguldi Sultonov. Mana bu safar ulgurmadi, lekin zarba ham kuchli bo'lmadi Ergashev tomonidan. Yana ikkilik zarbasi. Bosam, yana bosam. Vaqt ham qanday o'tib ketganligini bilmay qolamiz mana bunday yorqin janglarda. Oldinga o'tishga harakat qilib ko'rdi Asadbek Ergashev. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Anchagina zarba qabul qilib oldi. Jalol Xo'jayev hayajonda kuzatib bordi mana shu raund. Birinchisini va takror lavhalarni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Takror lavhalarni ko'rdingiz-a? Rejissyorlarga ham, ya'ni takror lavhalar beruvchiga ham monsoni bo'lmaydi, tanlab olish kerak bo'ladi bunday vaziyatda. Tanlab. Ikkinchi raund. Ko'ramiz, ssenariy o'zgaradimi yoki yo'qmi? Qochishmayapti ochiq jangda. Jablardan deyarli foydalanmayapti, bu esa hatto Zarifjon Sultonov. Mana endi o'ng qo'lda tutib olishga urinib ko'rdi Sultonov. Yaqinlash deb aytib o'tishmoqda. Ergashev. Qo'llar baland. O'ng qo'l zarba Sultonov ijrosida. His qildi bu zarbani. Va ruhlangan holda Sultonov oldinga boryapti. Mana bunday kombinatsiyalar bilan qarshi olishga harakat qilib ko'rmoqda uning raqibi. O'tdi zarba. O'ziga kelib olishga imkon qidiryapti. Oldinga deb aytib o'tishmoqda hozir Sultonovning murabbiylari mana bunday zarba yo'l mo'ljalga borganidan so'ng boradimi yoki yo'qmi? Juda xavfli Ergashevning chap qo'li. Juda ham xavfli. O'tyapti chunki uning zarbalari o'ziga kelib oldi, bo'ldi. Qo'llari baland ko'tarilgan, xatoga yo'l qo'ymaslikka urishyapti. Ikkala bokschi hamasini olganda, ayniqsa o'ng qo'l joyida turibdi doimo. Sultonovda bir vaqtning o'zida ilgarilab ketishga bir-biriga imkon ham berishmayapti. Bokschilar ana bu yerda yana o'ng qo'lda tutib olishga urinib ko'rdi. Qizg'in jang bo'ladi, aytib o'tdim. Dastlabki xulosa erta o'ng qo'l. To'g'ridan yo'llangan zarba muvozanatdan chiqarishga muvaffaq bo'ldi va ochiq jangga kirishib ketishyapti. Har ikkala bokschi uppercut zarbasi. Qilib boshladi. Yana o'ng qo'l zarba. Chap qo'l jigarga.
Himoyani ham joyiga qo'ydi. Yana o'ng qo'l cross. Sultonov endi jonlanyapti Zarifjon. Sultonov endi oldinga qarab o'tyapti. Uppercut zarbasi o'ng qo'l. Yon taraflama. Jab. O'ng qo'l yon taraflama zarba yaqin masofadan o'tkazishga muvaffaq bo'lyapti va qo'rqmasdan masofani qisqartiryapti. Cross chap qo'lda. O'ng qo'l o'tyaptimi? Zarba ta'sir qilyaptimi? Yo'llayverish kerak deb aytib o'tmoqda Zarifjon Sultonov va yo'llayapti. Yana bir o'ng qo'l zarba. Birinchi raund shubhasiz Ergashev foydasiga, ammo ikkinchi raundda biroz o'zgacha ssenariy ko'ryapmiz. O'zgacha jang guvohiga aylanyapmiz. Go'yoki kecha endigina boshlandi. Mana bunday yorqin jang bilan chap qo'l cross qoringa zarba og'dirishga muvaffaq bo'lyapti. Harakat qilyapti uppercut chap qo'l yon taraflama zarba. Endi raqibining harakatini his qila boshladi. Tezlik biroz pasaydi. Jab. Temp. Qanday og'dirdi-yu, ammo qarshi hujum amalga oshirilmadi. Joyida qolib ketyapti. Aksincha Ergashev o'ng qo'llar ustidan zarba. Chap qo'l cross Sultonovdan yaxshi kombinatsiya, uppercutni ham yo'lladi. Vaqt qanday o'tdi? Sezmay ham qoldik do'stlar. Yakun so'rayapti, o'ng qo'lda zarba bilan yakunlayapti Ergashev, ammo bu raund Sultonovniki. Mana bu endi jonlanish. Shahatxon Jalolxo'jayev, Vodiy MMA rahbari. Mana o'sha takroriy lavhalar. O'ng qo'l to'rdan ilingan zarba. Jab, yana ikkilik zarbasi. Birinchi raundning tubdan o'zgacha jarayonini kuzatyapmiz. To'liq tarozi pallasi bu tomonga o'tib ketdi. 3-raund qanday bo'ladi? Hozir ko'ramiz birgalikda. Hozir tomosha qilamiz. Sabrsizlik bilan kutyapmiz. Chunki jang qiziq, jang yorqin. Bu esa muxlislarga bevosita telekanalimiz orqali kuzatib borayotgan, ekran qarshisida tomosha qilayotgan muxlislarga ham yoqadi, shubhasiz do'stlar, shubhasiz. Ketdi 3-raund. Barobar hisob. Sekundantlar vaziyatga aralashib ketishiga bir baqiya qoldi. Bo'lib turadi, hech qisi yo'q. Ikkita jab. Qo'llar balandroq ko'tarilgan endi Ergashevda. Sultonov, Zarifjon og'dirdi, o'ng qo'lda cross yaxshi amalga oshirdi hozir. Ergashev. Ikkilik zarbasi Ergashev. O'ziga xos o'yin ketyapti, o'ziga xos shaxmat ketyapti. O'ng qo'lda Ergashev. Endi uning paytimi, uning navbatimi. Har holda 1-2 zarba yo'llayapti aniq va xotirjamlik bilan jarayonni kuzatib boryapti. Yana bir chap qo'l zarba. Yana bir chap qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba mo'ljalga boryapti. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba bilan o'tkazishga harakat qilyapti Sultonov. Og'dirdi, clinch. Boshni balandroq ko'tarish kerakmi? Yo'q, refer. Chunki yon tomonga og'dirishga erishgan edi. Bu yerda ogohlantirish berildi. Jab bilan papaslayapti, lekin tutib olyapti Ergashev, tutib olyapti va yana hujumlarni boshlab yubormoqda. Mening navbatim deyapti endi Ergashev. Biroz xotirjamroq harakat qilyapti. Sarosima ko'zga tashlanmayapti. Jigarga o'tyapti zarba hozir. Chap qo'lda. Yana oldinga qarab boryapti, yana chap qo'l. Cross o'tmoqda, biroz sayyorlik bo'lib turadi boksda. O'z domiga tortib ketyapti Ergashev. 3-raundga keldi, ammo mana bu chap qo'l zarba o'tdi.
Og'dirdiga zarba bermadi, hayronmiz. Ochiq jangga kirishga ketmoqda Ergashev, hujumga o'tyapti, shturmga o'tyapti, bir qancha zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Referi to'xtatyapti. O'shta zarbadan iborat kombinatsiya deb aytib o'tmoqda. Va yana o'tkazyapti. Yana joyida qolib ketishni boshladi Sultonov. Va yana ko'plab zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti Asadbek. Chap qo'l cross, yana bir chap qo'l cross ikkita. Qarang do'stlar. Mana endi arg'imchoq Ergash tomoniga og'di. U tomonga qarab ketdi. Takror lavhalar. Muhammad Qodir Abdullayev. Butun diqqat markazi ringda albatta. Yorqin jang bo'lib o'tyapti. 4-raund. 4-raund. Qanday kutib olyapti hozir Ergashev, chorladi o'ziga, yorlik ishlatib boksdagi. Zarba o'tkazdi jabni, ikkinchi zarba o'tkazdi jabni, uchinchisida o'ziga chorladi va hujum amalga oshirdi. Kombinatsiya amalga oshirdi. Yaxshi hozir qo'llar orasidan chap qo'lda Sultonovning zarbasi. Jab. O'tmadi Ergashevning bu safargi zarbasi. Ammo jigarga hozir zarba. Qoringa zarba, yana kombinatsiya oldinga qarab boryapti. Tezkor zarbalar bilan Ergashev. Yana bir chiroyli kombinatsiya Ergashevdan. Ko'p narsa bog'liq mana shu 4-raundga. Ya'ni vaziyatni Sultonov saqlab qolish uchun jon jahdi bilan hozir harakat qilishi kerak. Qavatlarni o'zgartiryapti. Yana qosh yazgina deyishdi hozir Ergashevga. Kombinatsiya amalga oshirmay qo'ydi, mana endi tutib oldi. Zarbasi o'tganligini his qilib yana borgan edi, ammo o'zidan muvozanatdan chiqarish juda qiyin ekan Sultonovni, bu ko'rinyapti. Tez o'ziga kelib olyapti Sultonov. Jab, uppercut, zarbalashni va ochiq jangga boradimi yoki yo'qmi? Jang davom ettirish mumkin. Vaqt o'tib boryapti, biroz shoshilish kerak. Ikkala bokschi ham og'diryapti, lekin zarba yo'llamayapti. Boraver deb aytib o'tishmoqda. Ochiq jang, ketdi, uppercut, yon tomonlama zarba, javoban ketdi, ikkilik zarbasi Ergashevdan. Yana ikkilik zarbasi. Cross. Ikkinchisi chap qo'lda Ergashev. Bu chegarali baribir. Borunda chegara. Namoy jon jahdini berishyapti. So'nggi soniyalar. Yakunni amalga oshirish kerak deb aytib o'tilyapti. So'nggi 10 soniya boshlanib ketdi. Har ikkala bokschi oldinga qarab tashlanyapti va bo'ldi. Bejizga emas do'stlar, mana bolqishlar. Bejizga emas, chunki ikkala bokschi ham yorqin jang namoyish etib berishdi. Borini berishdi, mahoratlarini namoyish etishdi. Mana shunday boks uchun kelgan edik
Farg'onaga tomosha qilishga, sizlar bilan kuzatishga do'stlar. Va kuzatyapmiz. Va tomosha qilyapmiz. Zarafjon Sultonov, Asadbek Ergashev kim g'olib, kim mag'lub bo'lishidan qat'iy nazar bugun ular uchun debyut muvaffaqiyatli o'tyapti. Bunga shubha yo'q. Ovoz ham qolmadi bunday jangni sharhlab. Ikkalasi ham ich-ichidan ishongan, ikkalasi ham borini berishgan, ikkalasi ham yaxshi jang olib borishgan, lekin hakamlarning qarorini eshitamiz. По окончанию данного поединка обратимся к судейским запискам. Birinchi yon hakam 37-39. Ikkinchi yon hakam 36-40. И третий боковой судья, uchinchi yon hakam 37-39. Таким образом, в данном поединке победу одержал ushbu jang g'olibi Kokburchak Asadbek Ergashev. Vысшая школа бокса Farg'ona. Asadbek Ergashevning qo'li baland ko'tarilmoqda. 3 raundni oldi. Bu yerda shubha bo'lishi mumkin emas, lekin Sultonov eslab qoldi. Zarba ko'tara oladigan, yo'laydigan, o'sadigan bokschi. Ergashevni tabriklaymiz. Birinchi raundda yorqin ishtirok etdi, ikkinchi raundda boy berdi, uchinchi, to'rtinchi raundni o'ziniki qilib oldi. Va mana takroryapman. Ko'ring va zavq qiling. Yorqin boks. Yorqin boks.